Assalomu alaykum Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga shanba 8-noyabr inshaalloh yangi taxtalarimiz kelgan. Inshaalloh qisqacha qilib narx-navos bilan tanishtirib harakat qilamiz. Основной pol taxtaligimiz и lageligimiz Tunukentda Gabrushotka deydi. U strafillik 6 metr strafilni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa kanalimizga yangi bo'lsangiz bittadan like bosib, obuna bo'lib, kommentariy o'z fikringizni qoldirib ketsani, xudo xolasa kamchiliklarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyingi videoda qanaqa taxta narx-navos qiziq bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirsani, xudo xolasa narx-navos bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Inshaalloh videomizni qani boshladik. Akalar, pol taxtalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Katsvinni o'ta chiroyli, sifatli narsa bo'ladi. Pol taxtamiz o'ta chiroyli holatda, sifatlari a'lo darajada, kesilishlar ham akkuratli holatda. Shireniga keladigan bo'lsa, shirenasi 9,5, qalinligi 1.9-2 deyiladi. Uzunligi 4 metrlik, 100% sasna bo'ladi. Buni yel metrli ham bor, arzonroq chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, katsves o'ta tiniq holatda. Biz yuzasini ham ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni tozasi ajramagan, butoqsiz ham ko'p, 50-60% ham butoqsizi bor. Holat ideal holatda bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, okalar, narxi 38.500 so'm qilib beramiz. 38.000 qilib beramiz. Taqalgan narxi, xudo xolasa, katsves o'ta tiniq holatda bo'ladi. Shu holatdagi yel taxtamiz bor. 35.000 so'm qilib beramiz. 3.000-3.500 so'm narx-navosda farq qilish mumkin okalar. Xudo xolasa, katsvinni o'ta tiniq bo'ladi. Bu yoqdagisi endi 12.5lik 13li taxtadan o'chilgan 12.5lik, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Bu ham pol taxtamiz o'ta katsvinni, o'ta chiroyli holatda. Yuzasini ko'rishingiz mumkin. Mana holatlar, butoqsizligi o'ta tiniq. Butoqsizligi o'ta ko'p holatlarni ko'rishingiz mumkin mana. O'ta tiniq holatda. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol murojaat qilib telefon qilsani bo'ladi. Xudo xolasa musofirda yurgan aka-ukalarimiz bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Telegram, WhatsApp, imoyimiz 24/7 ishlaydi. Bemalol zakaz bersani, xudo xolasa mashina katsvinni taxta boradi inshaalloh. Yo'qsa pulini, yo'qmasa taxtani vazurat qo'rasizlar, bir so'm bir qo'yish degan narsa bo'lmaydi. Sizlarga bu chetinidan ziyon yetmaydi, xudo xolasa. Endi narxiga keladigan bo'lsa, narxi 50.000 so'mga to'g'ri keladi bu. Buni kichikroq razmeri bor, 11.2-11.3ligi bor, har doimgi 45.000 so'mdan donasi akalar. Bu 12.5, 12.3 qolgan. Bunaqachasi 12.3, qalinligi 1.9-2 deyiladi. Holat ideal holatda bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa kamchiligimiz bo'lsa, bemalol kommentariy yozib ketsani, inshaalloh xursand bo'lib qolamiz akalar. Holatlari. Biz lagamizni ko'rsatib o'tamiz. Lagamiz o'ta sifatli holatda bo'ladi mana. Oldin ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Holatlar o'ta ideal holatda bo'ladi. 15 ga 4.5, uzunligi 4 metrlik listvinitsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'ta tiniq holatda. Inshaalloh mashina holatda bo'ladi. Zakaz bersini oldi, ikkita mashina holatda, stikslik ham o'ta tiks holatda bo'ladi, xudo xolasa. 100% quruq. To'singa nimaga ishlatadi degan savolga, to'singa, balkaga ishlaydi akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar inshaalloh. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni 125 ming sotganmiz, 120 ming so'm qilib beramiz. Donasiga, shtukka. Xudo xolasa sifati a'lo darajada bo'ladi, xudo xolasa. Tilanishlar ham o'ta akkuratli holatda bo'ladi. Buni har doimgidek o'sha vodiy bo'ylab $1000 taxta o'rnisa, dastlabkamiz mutlaqo besplatniy okalar. Bonusiga ham qo'shib beramiz inshaalloh. 10 kilometr bizdan sizlarga bonus bo'ladi, xudo xolasa. Bu yoqda Abrushotkamiz, bu katta Abrushotka so'raganlarga 9.5 ga, qalinligi 2, 12 deb aytamiz. Xudo xolasa katsves o'ta tiniq holatda, abzuli garbili yo'q. To'rqirra bo'ladi. 100% sasna bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqni chiqazib qo'yganmiz, mana mashhur. Taxtani holati, mashina holati ideal holatda bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, okalar, narxi 33.500 so'm qilib beramiz. Xudo xolasa. Mana biz balkamizni ko'rsatdik-ku mana. Mana shu holatda bo'ladi. To'sin balkamiz, Lestiva 15 ga 4.5. Xudo xolasa sifatlari a'lo darajada bo'ladi.
qilmaydi uzr. Mana lageligimiz. Ko'rishingiz mumkin. O'ta tekis holatda sifatlari a'lo darajada bo'ladi. 125 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shu holatda bo'ladi taxtamiz. Bemalol aloqali chiqaverasizlar. Hozir mana pol taxtamizni ko'rsatyapmiz. 9 ligimiz budjetni variant. Holat ideal holatda mana. Butoqsiz ham o'ta sero. Buni bekitib qo'ygan joyi yo'q. Taxtani taglarini ham ko'rsatamiz. Xohlasa. Butoqsiz ham o'ta ko'p. Buni toza zajiramagan, xudo xohlasa. Ko'rishingiz mumkin. O'ta chiroyli holatda bo'ladi. Bitta chiroyli laklansa, o'ta sifatli, o'ta chiroyli chiqadi. Bu kraskaga emas, aslovni lakka deb chiqazganmiz taxtamizni. Xudo xohlasa. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Endi narxi keladigan bo'lsa, narximiz 35 ming so'm qilib beramiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. O'ta holatlar ideal holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa-ni like bosib keting akalar. Mana yana lagamiz 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik. Katsiyasi xudo xolasa ideal holatda bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Holatlar ideal. Suxoy qop-quruq to'singa, balkaga ishlatadigan ko'kalarimizga sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsa, narxi 155 ming qo'yganmiz. 150 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Xudo xolasa lestvinitsa bo'ladi buni. Buni reykamiz bo'ladi mana. 5 ga 4 deb aytamiz. 47 ga 3.2 bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik. 100% sasni donali. Birorta ham ichida defekt chiqmadi. Bir qiricham reykamiz obzorgar bo'lgan bo'lsa, bir pachkamiz bonus qilib beramiz akalar. Sifatini ko'rishingiz mumkin. O'ta tiniq holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Mana yana bitta strabilligimiz bu 4 metrlik bo'ladi bu. Ko'rishingiz mumkin. 10.5 ga 17 ga qalinligi 3, uzunligi 4 metrlik. Suxoy bo'ladi. Xudo xolasa 100% sasni. Bu narxga keladigan bo'lsa, narxi 57 ming so'm qilib beramiz donasini akalar. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. O'ta tiniq holatda bo'ladi. Endi bu yoqdagisi mana 11.5 ligi bor. 11 pilisovoy, 11.3, 11.4 chiqadi. Uzunligi 4 metrlik, qalinligi to'liq 3.5 lik bo'ladi bu. Bu 3 lik bo'ladigan bo'lsa, bu 3.5 lik. Bu narxga keladigan bo'lsa, akalar 65 ming so'm qilib beramiz donasi. 100% sasni bo'ladi akalar. Abrishotkaga, qalin abrishotga so'raganlarga 85 ga qalinligi 22. 100% sasni bo'ladi. 85, 8.5 ga qalinligi 2.2, uzunligi 4 metrlik. Qalinroq abrishotga so'raydigan aka-ukalarimizga bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 28.500 so'mdan qilib beramiz donasi. Bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Xudo xolasa, taxta mahsulotlarimiz shulardan iborat. Qanaqadir mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, taxta mahsulotlari bemalol aloqa chiqsani, inshaalloh chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz. Dastlabki xizmatimiz har doimgidek $1000 taxtalarimizni dastlabkamiz mutlaqo besplatniy vodiy bo'ylab akalar. Bemalol telefon qilsani, murojaat qilsani. Ismimiz Ne'matjon, joyimiz O'rta darvozadan kirsani, kraska do'kon, Zolotoy mix, shuni o'rtasida kirganingizda terabozadan kirasizlar. Terabozani tugashi, unga chapga qarab burilasizlar, o'rtada. Ismimiz Ne'matjon, bemalol aloqa chiqsani bo'lardi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh yangi videolar chiqadi. Inshaalloh yozib qo'ysani, qanaqadir mahsulotlar narx-navosi qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoda chiqarishga harakat qilamiz.